Ammo hozirgi o'xshash kishilarning hammasi islomdan qochgan, islomdan so'g'an, hamma odam dunyoga yuzlangan. Mushundaq paytda islomga yepishqanlar birinchilikni qo'ldan bermagan. Allah ishondiq deymiz. U ishongan Alloh yo'lida ma dunyoga to'lagan badalchilik badalini to'layolmaymiz. Alloh yo'lida manganlarni, ma dunyolik yo'lda manganlarni hurmatlagancha, ularni cho'ng bilgandek cho'ng bilmaymiz. Herkesmi erkin dunyoga chiqqanligimiz, necha yil savr qilganligimiz va yoki ba'zi kishilarning necha yil turmada yotganligining mukofoti emas. Jinimiz jasdimiz bilan bo'ldi-kan, imtihon texi bu dunyoda oxirlashmaydi. İlgirki dersimiz deganimizdek Musa aleyhisselam bir qıptini xata o'tirib sağanlığı üçün Firavun Musa aleyhisselamga tutuş buyruğu çıqırdı. Bu sebepten Musa aleyhisselam Misir'dan qaçıp chiqib ketdi ve Misir'nin sırtida 10 yıl turib qoladi. Bu jarayonda to'y qiladi, balaliq bo'ladi. Musa aleyhisselam 10 yildan keyin Misrga qaytishni maqsad qilib Tuva degan jilg'i kelgan vaqtida Alloh taolo Musa aleyhisselamga vahiy qilib payg'ambarlik vazifasini yuklaydi va Bani Isroillarni zulmdan qutuldirishga, shundaqla Firavunni va uning bosh vaziri Hamanni va Firavunning sihirgarlarini va Firavunning yantayqi bo'lgan Qarunni Allohga iymon etishga, Bani Isroillarga zulm qilmaslikka chaqirishga buyruq qiladi. Musa aleyhisselam Tuva jilg'isida Allohdan bu buyruqni olgandan keyin Misrga kiradi. Ve Misr'e kirip aldı olan Bani İsrail'lerin çoğunlarıyla görüşüdü. Ve özüge Allah'ın vahiy kılganlığı ve ularını bu zulümden kutuldurduğanlığı ve Allah'a işinişke, imanda mustahkem turuşqa çağıraq qaradı. Şundaqla özünün Firavunun maqashiga kirip onu Allah'a çağırdığanlığını aytdı. Bani İsrail'lerin çoğunları Musa aleyhisselamın sözünü anlağandan keyin sen aldı olan Firavunun qashiga kirip onu imanga çağırıp bak. Eğer sen onun qashidan saq çıqalsan biz sana ergişemeyiz deydi. Musa aleyhisselam Bani İsrail'lerin çoğunlarının sözünü anlağandan keyin azraq endigidi. Allah Teala Musa aleyhisselamni xotirjam qilib, "Hala la taxafa, innani ma'akuma asma'u wa ara." Musa ve Harun sizlar qo'rqmanglar, men sizlar bilan birga, men sizlarni ko'rib turman, anglab turman deb Musa aleyhisselamni xotirjam qiladi. Shundaqla Musa aleyhisselamga Firavunning qishiga kirgandan keyin faqula lahu qawlan layyina. U zolimga yumshoq, muloyimlik bilan gap qilinglar deydi. Yani Allah Teala şu derecede şefkatli ki özünü ilah degen ana şundaq zalimgimi İslamni tushuntirishda, Allah'ni tunutishda muloyimlik bilan gap qilinglar deb buni tavsiya qiladi. Musa aleyhisselam Allah'ning bu sözünü anlagandan keyin nayt xotirjam bo'lib Firavunning qasriga qarab yo'l oladi va Firavunning qasriga kiradi. Firavun Musa aleyhisselamni ko'ribla uni so'roq qilishga boshlaydi. Alam nurabbika fina walida. Biz seni bakıp çoğun kılmadık mı? وَلَبِثْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سَن۪ينَ Sen bizden aramızda uzun yıl durmadın mı? Yani biz sana gamkorluk kılmadık mı? Seni bakıp çoğun kılmadık mı? وَفَعَلْتَ فِعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ Biz sana ana şundak yaxşılık kılgan tursak, sen bir qıptini öldürüş arkalık bizge hıyanet kıldın. وَاَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ Sen bizge tuzkorluk kıldın deb Musa aleyhisselam'ın surak tartışqa başlaydı. Qarab bakıdığan bolsak, zalimlardaki, kapırlardaki dapşaklık hiç qaçan özgergen emas. 2 milyon bigunoh Bani İsraillarni öldürse, o hiç qandaq cinayetçi emas. Ama Musa aleyhisselam xatadan bir qıptini öldürüp qalsa, o bolsa tuzkor, o bolsa xiyanetkar. Demek zalimlarning nazarida özünün milletinin qini ana shunda qimmatlik, ama musulmonlarning, Allah ishongan kishilarning, mazlumlarning qini qimmatsiz. Mana bu zalimlarning qimmat qarashi. Ular doim o'zining zulmini, o'zining terrorchiligini yaxshilik qilganda ko'rsatadi. Ama haqiqiy qahramonlarni bo'lsa, ularning azroq xatoligi bilan ularning kishilarga sat ko'rsatishga, ularga terrorchilik qalbini keydirishga aldiraydi. Bizga zulm qilayotgan zalimlarni nurg'unlagan Uyg'urlarni o'ltasa, türmelerge sulusa hiç gap yo'q. Ular terrorchi emas, ammo bir musulmon o'zining haqqini qo'g'dasa, u terrorchi. Xuddi Firavun 2 millionga yaqin odamni o'ltirib etib bo'lib, Musa aleyhisselam bir qıptini o'ltasi so'roqqa tortganga o'xshash, u zolimlarni Uyg'urlarni davomli terror chiqib ko'rsatdi. Demak, haqiqatni burmalash, qarni oq, oqni qora, haqiqiy mujohid, haqiqiy qahramonni, o'zining haqqini qo'g'digan odamni terrorchi, terrorchini bo'lsa, kishilarga yaxshilik qilguvchi, g'amxo'rlik qilguvchi ko'rsatish tarixdan buyon zolimlarning o'rtaq ko'zbo'yamchiligi. Şu an musulmonlar sagak bo'lishi kerak. Ularning tashviqotiga aldanmaslik kerak. O'zining haqqini qo'g'digan o'zining qarindoshlariga, zulm qarshi harakat qilganlarga düşman ko'zi bilan, zolim ko'z bilan qaramaslik kerak. Zolimlar, kofirlar ularni terrorchi desa, ularga aldanib, rost terrorchi o'xshaydi deb qolmaslik kerak. Chunki zolimlar ana shunda qahramonlarni terrorchi ko'rsatish orqali ularni xalqdan ayirib o'tishni maqsad qiladi. Xalq ulardan ayrilgan vaqtda ular ojizlaydi. Ularning harakatlari mag'lub bo'ladi. Mana bu sababdan zolimlar har doim qahramonlarni, mazlumlarni qutqazg'uvchini terrorchi sifatida ko'rsatadi. Musa aleyhisselam Firavunning oldida o'zining xatodan qilib salganligini, qasddan qilganligini, o'zining begunoh ekanligini o'ttirib qo'yib, "Fa'altuha idza wa ana min ad-dallin."
Men onu xatodan o'ltirib saldim, bilmay qilib saldim. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Sen bana tutuş buyruğu chiqarganlik uchun meni o'ltirib o'tamdikin deb men Misrdan qochdim. Va tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani Isroil. Sen bana yaxshilik qilib, meni beqib, meni tarbiyalab cho'ng qilgan bo'lsangmi, an abbatta bani Isroil. Ammo bani Isroillarni qul qilding, ularga zulm qilding. Ya'ni Fir'aun Musa alayhissalomga biz seni baqdiq, tarbiyaladik, cho'ng qildik deb qilg'achini minnat qilish orqali u bani Isroillar qilgan zulmini yapmoqchi bo'ldi. Ammo Musa alayhissalom nayt sagaklik bilan sen menga yaxshilik qilding deb aytsa, lekin sen bir butun bani Isroillarni qul qilding. Bu qandoqmi menga yaxshilik qilganliging bo'lsin deydi. Xuddi bugun kunimizdagi zolimlar qisman kishilarga uy sap berib, un taqitib, yog' taqitib, qisman korxonchilarga ularga paylik siyosatni yo'l qo'yib berib, qara, biz senga shunday yaxshilik qildik, bu shunday yaxshilik qilsakmi, bizga tuzkorlik qilamsa, bizga qarshi chiqamsa, bizning siyosatimizga bo'ysunmamsa deb nurg'un Uyg'urlarni lagerlarga, tarbiyalash markazlariga sulab ularni qiynag'anligi, ularni zulm qilganligi, 100 minglarcha Uyg'urlarni turmalarga sulab ularni o'ltirganligini yapmoqchi bo'ladi. Afsus, bizning aramizda Musa alayhissalomga o'xshash, menga un bergan bilan, menga yer tarvashga chidamliq uy sap bergan bilan sen nurg'ulg'an Uyg'urlarni turmaga sulading, tarbiyalash markazlariga sulading, ularni o'ltirding deydigan bir odamning chiqmasligi. Korxonchilar ichidami nurg'ulg'an korxonchilar turmalarga sulandi, o'ltirib o'tildi. Hatto nurg'ullar chet elga qochdi. Ammo qisman korxonchilarga yaxshi siyosatni yo'l qo'yib berib, ozroq to'liqlama yerdan puli berib qo'yib, biz senga yaxshilik qildik desa, bir korxonchi o'tirg'i chiqib, "Faloni korxonaning egalari qani, ular nima ketdi? Turmadan nimishqa chiqmaydi? Nimishqa sulandi? Nima uchun ular chet elga qochdi? Sen bizga ozroq qo'llash puli bergan bo'lsangmi, nurg'ulg'an korxonalarni vayron qilding" deb demasdiki, bu nayt içinişlik. Ama Musa aleyhisselam tilke ni'matun tamunnuha alayya. Sen bana seni beqib cho'ng qildik, tarbiyaladik, yaxshilik qildik deysa, lekin sen bani Isroillarni qul qilding. Shunga men qilgan yaxshiliqing u yaxshilik emas, o bir uxultish dorisi. Sen bu orqali gunohingni yapmoqchi deb nayt uchuq o'tirib qo'ydi. Ondan keyin Musa alayhissalom o'zining uning oldiga payg'ambar sifatida kelganligini o'tirib qo'yib, "Inna qad uhiya ilayna annal azaba ala man kazzaba va tawalla." Bizga Alloh tarafidan vahiy qilindi. Agar sen bizga ishonmasang, bani Isroillarni qulluqdan xalos qilmasang, Allohga iymon etmasang, o'zingning ojiz banda ekanligini e'tirof qilmasang, qattiq azobga qolasa deb ogohlantirdi. Bu gaplarni anglagan Fir'aun, "Fama rabbukuma ya Musa?" Ey Musa, sizlar ikkinglar davatgan bu Rob kim deydi. Musa alayhissalom Alloh taoloni tushuntirib, "Robbunallazi a'ta kulla shay'in xalqahu thumma hada." Bu bizning Robbimiz, bütün narsalarni yaratgan, quyoshni yaratgan, havoni yaratgan, seni yaratgan, meni yaratgan, zaminni yaratgan Alloh. Shundaqla bizni yaratib tashlab qo'ymasdan bizni to'g'ri yo'lga yetaklagan Alloh bizning Robbimiz deb Allohni tushuntiradi. Fir'aun yana nurg'un savollarni so'raydi. Ondan keyin Musa alayhissalom o'zining haqiqiy payg'ambar ekanligini isbotlash uchun Alloh taolo uningga bergan ikki mo'jizani oldiga qo'ydi. Ya'ni u ikki mo'jizaning birisi bo'lsa, qo'lni qo'yniga tiqib chiqarsa nur oladigan, yana birisi bo'lsa, hasini yerga tashlasa, cho'ng yilonga aylanadigan bu mo'jiza edi. Bu mo'jizani ko'rgan Fir'aun bu chuqum sehr. Musa sehr o'rganib kelibdi. Men sehrgarlarning hammasini to'playman, bu orqali Musoni rasvo qilaman deb o'ylaydi. Va Musaga men seni chaqiraman deb saroydan chiqarib o'tdi. Ondan keyin Fir'aun butun shaharlarga odam avatib, eng usta sehrgarlarning hammasini to'planglar deydi. Misrdagi va atrofdagi butun shaharlardagi eng usta sehrgarlarning hammasi Fir'aunning oldiga hozir bo'ladi. Fir'aun ularga Musa alayhissalomning ahvolini aytdi. Sehrgarlar uni cho'qim biz rasvo qilamiz. Uning sehrini buzib tashlaymiz. Agar biz uning sehrini buzib tashlasak, bizga qanday mukofot bor deydi. Fir'aun, agar sizlar Musoni yolg'onga chiqara olsanglar, ya'ni uning sehriniki yolg'on ekanligini o'ttirg'i qo'ya olsanglar, men sizlarni o'zimning eng yaqin odami qilib olaman deydi. Sehrgarlar nayt xo'sh bo'lishib ketadi. Tayyorliqlar bitib, sehrgarlarning hammasi Fir'aunning saroyiga to'plashadi. Musa alayhissalom keltirildi. Sehrgarlar og'amchilarini tashlab, har xil sehrlarni ko'rsatib, kishilarni hang-tang qoldirdi. Ondan keyin Musa alayhissalomga navbat keldi. Musa alayhissalom qo'lidagi asini yerga shundalam tashlashiga, "Idha hiya thu'banun mubin." U cho'ng bir yilonga aylandi. Sehrgarlar sehrning mohiyatini biladi. Musa alayhissalomning qilganining sehr emas ekanligini tunib yetgan sehrgarlar, Musa rost Allohning payg'ambari ekan. Biz Musa va Harunning Robbiga iymon etdik deb shu so'rovning o'zida sajdaga bosh uradi. Bu manzilni ko'rgan Fir'aun nayt darg'azab bo'ladi. Va sehrgarlarga, "Sizlar mendan so'may Musaga iymon etamsizlar. Asli mendan bir surib etib, men qo'shilsam ishinglar kerak edi. Sizlarmi Musaning shogirdi ekansizlar. Agar sizlar darhol bu ishinglardan, ya'ni bu iymoninglardan yanmasanglar, qiyinlarga chekinmasanglar, men sizlarni xormining shoxlariga esib, putqulinglarni kesib, vahshiylarcha o'ltirib o'taman" deydi. Musa alayhissalomning qilganining haqiqiy mo'jiza, Musa alayhissalomning haqiqiy payg'ambar ekanligini chin qalbin tunib yetgan sehrgarlar, "La dayra inna ila robbina munqalibun." Hech qanday bir ziyon yo'q.
Ey Firavun, sen bizni hazır darga esip öldürürsen, putqollarımızı kesivesen mi? Biz Allah'ın qışığı barımız. Musa'nın degine haq iken, bu rast Allah'ın peygamberi iken, inna ila rabbina munqalibun. Yani biz Allah'ın qışığı çokum barımız. Hazır öldürsen mi barımız? Hazır öldürmesen mi çokum barımız. İnna netma'u ay yaghfira lana rabbuna khatayana en kunna evvelel mu'minin. Biz hazır tunculup Musa'ya iman etsek, Allah Teala bizning ilgirki günahlarımızı bu sebepten afu qilishi mumkin. Bu imanımız için bedel төлesek, putqollarımız kesilse, ilgirki günahlarımız afu qilishi mumkin. Shuning uchun biz birinchilikni qo'ldan bermaymiz. Musa'ga tunji iman etganlarning qatoridan bo'lamiz deydi. Mana bu sihigerler birincilikning qimmatini bilgan edi. Birinchilik hech kim Allohga ishonmagan vaqtda ishonishdir. Xuddi Hazrati Abu Bakrga o'xshash. Birinchilik kishilarning hammasi islomdan so'g'ib, nijotlikni, chiqish yo'lini boshqa yerdan izlayotgan vaqtida, islom ojizlashgan vaqtida, musulmonlar bechora bo'lgan vaqtida, g'arib bo'lgan vaqtida, shundaqla kishilar islomdan yiroqlashayotgan, hamma odam chiqish yo'lini boshqa yerdan izlayotgan, faqat mushu dunyoni ko'zlayotgan, musulmonlar, diniy olimlar, diniy xizmatlar, diniy o'qituvchilar bechora bo'lgan, hech kim bolalarini dinda o'qitmaydigan, hamma odam dunyoviy ilmlar degan shundaqla mushu dunyoni birinchi o'rin qo'yib mangan vaqtida islomga oz bo'lsa-mu, g'arib bo'lsa-mu, bechora bo'lsa-mu, boshqalar tarafidan chetga qilsa-mu, uning istiqboli yo'q deb umidsizlantirishga uchirsa-mu, yo'q. Mana bu shundaq kishilarning hammasi islomdan qochgan, islom g'arib bo'lgan vaqtida men birinchi bo'lib o'zimni islomga atayman, topgan pulimni islomga xarjlayman, bolalarimni islom yo'lida o'qitaman, o'zim islomning bir xizmatchisi bo'laman. Mana mushu vaqtda men birinchi bo'laman deyish Hazrati Abu Bakr bo'lishdir. Islom kuchlangan, hamma odam islomga yepishgan, bolalar dinda o'qitilgan vaqtda hurmatga erishgan, dinda o'qigan bolalar oson to'y qila olgan, dinda o'qimagan bolalar chetga qilgan. Bundaq bir vaziyatda hamma odam bolalarini dinda o'qitishi, hamma odam islomga yepishishi, hamma odam pullarini islomga xaylishi mumkin. Ammo hozirgi o'xshash kishilarning hammasi islomdan qochgan, islomdan so'g'an, hamma odam dunyoga yuzlangan. Mushundaq paytda islomga yepishganlar birinchilikni qo'ldan bermaganlar. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bisharat bergan, jannat bilan bisharat berilgan kishilar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda fatuba lil g'uraba, g'ariblarga jannat bilan bisharat bo'lsin. Ya'ni islom yo'lida manganlik uchun g'arib bo'lgan, chetga qilgan, bolalarni islomiy maktabda o'qitganlik uchun shundaq maktabda o'qitamdi deb chetga qilgan, tuan kuralgan, islomiy kiyimlarni kiyganlik uchun g'arib bo'lgan, yot bir millat, yot bir dinlar orasida namoz o'qiganlik uchun boshqacha bir qaralgan, ya'ni iymoni, ibodati, axloqi sababli yot sirgan g'ariblarga jannat bilan bisharat bo'lsin deb payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ana shu islom ojiz vaqtida islomga yopishgan, islomni mustahkam turgan kishilarga jannat bilan bisharat bergan. Amaliyotda bu g'ariblar qochadigan emas, qo'g'ilishadigan payt. Chunki bu to'langan badallar, xarjlangan pullar, chiqim qilingan vaqtlarning hammasi Allohning nazarida keyin islom kuchlangandan keyin xarjlangan pullar, chiqim qilingan vaqtlarning nechasi martabasi yuqori bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda nihoyat ochiq qilib, la yastavi man anfaqa min qabl al-fath va qatal. Makka fathi bo'lishdan ilgari, ya'ni islom rasmiy davlat sifatida qurilib kuchlanishdan ilgari Alloh yo'lida pul xarjlaganlar bilan Makka fathi qilib bo'lgandan keyin, islom kuchlanib bo'lgandan keyin, izzatga erishib bo'lgandan keyin Alloh yo'lida pul xarjlaganlar hargizmi barobar bo'lmaydi dedi. Demak, bugun kunimizga o'xshash islom g'arib bo'lgan, hech kim bolalarini dinda o'qitmaydigan, din yo'liga pul xarjlamaydigan, islomdan qochgan, chiqish yo'lini boshqa yerdan izlagan vaqt dal birinchilikni qo'llashadigan, o'xshi bo'lmagan ajrga erishadigan bir vaqt. Bu bir fursat. Sihigerlar bu fursatni ko'rib yeta olgan bo'lg'achqa, inna natma'u ay yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Biz Musaga tunji bo'lib iymon etsak, bu sabablik Allohning mag'firatiga erishimiz. Ya'ni hech kim erishmagan mag'firatga erishimiz deb bu birinchilikni qo'ldan bermadi. Hatto putqollari kesilib, o'lim bilan tahdid qilinsa-mu, la dayra. Hech qanday ziy yo'q bizga. Inna ila robbina munqalibun. Biz har vaqt Allohga boramiz. Hozir o'lmasakmi, cho'qim boramiz deb Allohga taslim bo'ladi. Firavun ularning ifodasini ko'rgandan keyin nihoyat darg'azab bo'lib, shu hamon ularning hammasini xurmushaqlarga esib, putqollarini kesib o'ldirib o'tdi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bu sihigerlar haqida, bular tushdan burun sihiger kafir edi, ammo tushdan killa shahid bo'ldi deydi. Demak, ular fursatni qo'ldan bermadi. Haqiqiy iymoni uchun badal to'laydigan u qisqa vaqtni ching tuta oladi. Sihigerlarning Musa alayhissalomga iymon etib, darg'a esib o'ldirilganligi, Musa alayhissalomning mo'jizasining haqiqatga chiqqanligi Misr ichiga purib ketdi. Bu sababdan Fir'aun Musa alayhissalomni shu hamon o'ldirmay kechiktirdi. Oldin xalq fikrini qo'lga keltirish uchun xizmatni boshlab o'tdi. U kishilarga "Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al-fasad." Musani o'ldirmasak bo'lmaydi. Uni meni o'ldirgili qo'yinglar. U sizlarning dininglarni o'zgartirib o'tadi. U zaminda buzg'unchilik chiqaradi. Ya'ni terrorlik qiladi deydi. Demak, zolimlar mana bu shundoq haqiqiy nijotlikqa boshlovchini, haqiqiy qahramonni, haqiqiy zulmdan qutuldiradigan kishini
terrorchi, ya'ni zaminda buzg'unchilik qiladi deb tashviqot qiladi. Xuddi bizga zulm qilayotgan zolimlarmi biz uchun, ya'ni bizni zulmdan qutuldirish uchun, haqqini qo'lga olish uchun chiqqan qahramonlarni ular terrorchi, ular zaminda buzg'unchilik qiladi deyish orqali xalq fikrini qo'lga keltirib, ondan keyin ularni yo'qotmoqchi bo'lganiga o'xshash Fir'avnmi old bilan Musa alayhissalomni terrorchi ko'rsatishning xizmatini boshlab o'tadi. Biz bundan nihoyat muhim bo'lgan bir nuqtani ko'ralaymiz. Tarixdan buyon zolimlar shunchalik kuchli bo'lsa-mu, kuchiga ishinib xalq fikrini e'tiborga olmay harakat qilgan emas. Ya'ni Fir'avn shundoq kuchli edi. Ammo Musa alayhissalom bilan Fir'avnning u voqealigi xalq ichiga pur ketgan bo'lg'achqa, sihirgarlarning ishinib iymon etib ketganligini hamma odam bilib ketgan bo'lg'achqa, Fir'avn bevosita Musa alayhissalomni o'ldirsa, xalqi uningga qarshi chiqishi, uning taxti titrab qolishi mumkin edi. Shunga o zalim Fir'avn xalq fikrining naqadar muhim ekanligini bilgachga, old bilan xalqqa Musa alayhissalomni terrorchi ko'rsatish uchun tirishadi. Bizga zulm qilayotgan zolimlarmi bu nuqtaga, ya'ni xalq fikriga nihoyat e'tibor berib, ondan keyin zulm qiladi. Chunki xalq fikridan olib qolgan hokimiyat bo'lsin va yoki har qanday bir jamoat bo'lsin, u uzoqqa bardoshlik berolmaydi. Shuning uchun o zolimlarmi biz degan kuchliqo demasdan, hammasini akilib sulab o'ltirib qolmasdan, chiroyli baholar bilan 3 xil kuchga qarshi turyapmiz, xalq amonligiga ta'sir yetkazganlarni yo'qoshtiryapmiz degan baholar bilan bu xil shaklda zulmni davom qilyapti. Shunga bizmi o'zimizning obraz qurishiga nihoyat ahamiyat berishimiz kerak. Ular terrorchi desa, ha biz terrorchi demasligimiz kerak. Xuddi Musa alayhissalomga o'xshash o'zimizning to'g'ri ekanligini isbotlashimiz, o'zimizning to'g'ri ekanligini deyishimiz kerak. Hargizmi zolimlarning tayyor qilgan bo'kini kallamizga kiymasligimiz kerak. Chunki biz o bo'kni kallamizga kiysak, shu bo'k orqali bizni xalqlarning qo'lidan uradi, ham bizni xalqdan ayiradi. Shuning uchun biz o'zimiz haqiqat tarafda bo'lgan ekan, o'zimizning haqiqat ustida ekanligini gap so'zlarimiz, tashviqot orqali isbotlashimiz kerak. Sihirgarlarning Musa alayhissalomning mo'jizasini ko'rgandan keyin musulmon bo'lganligi, Fir'avnning mat bo'lganligi shaharga pur ketgandan keyin Bani Isroillar Musa alayhissalomning atrofiga mahkam to'plashadi. Bani Isroillarning ichidagi yoshlar eng burun Musa alayhissalomga iymon etib, Musa alayhissalomning qishidan o'rin oladi. Musa alayhissalom kishilarni da'vat qilishga boshlaydi. Musa alayhissalom Bani Isroillar ichidagi eng cho'ng boy Qarunni da'vat qiladi. Qarun bo'lsa Musa alayhissalomning millatidan, ya'ni Bani Isroillardan mazlum millatning ichidan bo'lsa-mu, u intayin boy bo'lg'achqa, mol dunyoim qo'limdan ketib qolmasin deb Fir'avnga yantayoq bo'lgan edi. Fir'avnmi uningga ba'zi bir siyosatlarni yumshatib berib, o'ziga yantayoq qilgan edi. Qarunning bugungi kunimizdagi misoli pul mollaridan ansirab, ana shu zolimlarga yantayoq bo'lgan ba'zi bir boylarga o'xshaydi. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Qarun Musaning qavmidan, ya'ni Bani Isroillardan edi. Shundaq turibmi, ularga haqorat qiladi, ular zulm qiladi. Ya'ni o'zining millatiga yordam qilishdi yo'q, Fir'avnning qishini o'rin olib o'zining xalqiga cho'ngchilik qiladi. Shundaqdimi Musa alayhissalom uni iymonga chaqirdi. Mol dunyosiga ishonib Allohga cho'ngchilik qilmaslikqa, xalqiga haqorat qilmaslikqa, ko'ranglamaslikka chaqirdi. La tafrah innalloha la yuhibbul farihin. Sen ko'ranglama. Alloh taolo ko'ranglaganlarni yaxshi ko'rmaydi. Sana mol dunyoni Alloh taolo badi deydi. Allah Taala Qarunga shu darajada ko'p mol dunyo berganki, uning xazinasining ochqishni nurg'ulg'an kishilar ko'tarishdan ojiz keladi. Allah Taala bu haqda Qur'on Karimda Qarunning boyligini isbotlab, "Va ataynahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa." Uning xazinasining ochqishlarini bir jamoat ko'tarishdan ojizlik qiladi dedi. Ya'ni oltin kumushlarni ko'tarishga emas, oltin kumushlarni saqlagan xazinlarning ochqishini ko'tarishga bir jamoat ojizlik qiladi dedi. Yani Allah Taala uningga ana shunday boylik bergan. Lekin u o'zining mol dunyosiga ishinib, ko'zida mushu dunyo yo'g'inab, oxiratni unutgan, o'ladiganligini unutgan. Musa alayhissalom uningga oxiratni eslatib, "Va bitaghi fima atakallahu ad-daral axira va la tansa nasibaka minad dunya." Sana Allah Taala nayt ko'p mol dunyo beribdi. Dunyodagi nasibingni unutma. "Va bitaghi fima atakallahu ad-daral axira." Ammo oxiratni ko'zla. O mol dunyo orqali oxiratni qo'lingga elib ol deydi. Ammo Qarun cho'ngchilik qilib, "Innama utituhu ala ilmin indi." Men bu mol dunyoga o'zimning ilmimga erishdim. Ya'ni men savdo usta, mahir bo'lganligim uchun o'zimning aqli bilan, o'zimning ilmi bilan erishdim deydi. Ya'ni u o'zining ojizligini unutib, Allohga haqorat qiladi, isyon qiladi. Kishilarga nihoyat faxr qilib, haqoratchi muomala qiladi. Yo'llarda mansumi nihoyat sabtatib, cho'ngchilik bilan mangadi. Uni ko'rgan kishilar unga havas qilishib qoladi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Ya laytana mislama utiya Qarun innahu lazu hazzin azim." Kashki bizga Qarunga o'xshash mol dunyo berilgan bo'lsa, Qarun nima degan buyuk nasibi egisi, u nima degan talaylik deb unga havas qilishib ketadi. Musa alayhissalom kishilarning unga havas qilganligini qarab, "Vaylakum tawabullohi khayrul liman amana va amila solihan." Voy issizlarga, mol dunyo ko'zinglarda mushundaq yo'g'inib ketdimi? Ana shundaq cho'ngchilik qilsimi, Allohni unutsimi, pul topganlik
uchun uni cho'ng bilamsizlar, uningga havas qilamsizlar. Allohga ishondim, oxiratga ishondim degan odamga nisbatan Allohga iymon aytish, yaxshilarni qilish yaxshi emasmi? U eng yaxshi sabab emasmi? Haqiqiy havas qildigan ish ana shu emasmi deydi. Aramızda shundoq bir kishilar borki, men Allohga ishonaman, oxiratga ishonaman. Zodi o'lgandan keyin mushu dunyoda yaxshi qilganlarimiz, Alloh uchun to'kkan ta'larimiz, jafolarimiz esqitidi deydi ig'izda. Ammo Alloh yo'lga o'zini atagan, islomiy xizmatni qilgan, islomiy o'qigan bir talibni ko'rsa, unga parvo qilmaydi, unga hurmat qilmaydi. Ammo bir boyni ko'rsa, fosiq bo'lsa-mu, uning oldida qilg'ili ish topolmay qoladi. Bu ahvolimiz xuddi Bani Isroillarning ichidagi Qorunga havas qilib, "Qashki oshining o'xshash mol dunyo berilgan bo'lsaqcho" deb uningga havas qiladigan, uni cho'ng biladigan kishilarni bizga eslatadi. Demak, bizning Bani Isroilga o'xshash taraflarimiz nihoyat ko'p. Alloh saqlag'ay, oqibatimiz ularga o'xshash bo'lib qolmag'ay. Ya'ni biz iymon aytdik deymiz, bir yerlarimiz bir qanda. Haqiqiy oxiratga o'zimizni atanmaymiz. Dunyoni qushab bilib iymon aytamiz. Allohga ishondik deymiz. U ishongan Alloh yo'lida ma dunyoga to'lagan badalchilik badalini to'layolmaymiz. Alloh yo'lida manganlarni, ma dunyolik yo'lda manganlarni hurmatlagancha, ularni cho'ng bilgandek cho'ng bilmaymiz. Demak, biz Bani Isroillarga o'xshash iymon aytdik, Allohga ishondik, oxiratga ishondik desakmi, bizning qalbimizning tigida cho'ng bildiğimiz mushu dunyo. Biz bundan qutlanmasak, oqibatimiz bu Bani Isroillarga o'xshash bo'ladi. Musa alayhissalom ana shu dunyoni cho'ng bilib ketgan Bani Isroillarni ogohlantiradi. Unda qamanglar, haqiqiy muvaffaqiyat o'lgandan keyin u Qorunning mol dunyosidan ayrildi deydi. Amaliyotda bugun kelganda Qorunning iznasimi qolmadi. Qani u xazinasi. Musa alayhissalom shundaqdimi? Fir'avnning eng chong ikki yordamchisi bo'lgan Qorun va Hamanni iymonga chaqirdi. Ular Allohni tushuntirdi. O'zining mo'jizasini ko'rsatdi. Lekin ular mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Sen bizning ko'zimizni bog'lash uchun qanchalik mo'jizalarni keltirib ket, biz sana ishonmaymiz deb kufrli qilib ching turadi. Fir'avn bo'lsa Musa alayhissalomga ergashganlarni azoblashga, turmalarga sulashga, hatto o'ltirishga boshlaydi. Nurg'ulg'an Bani Isroillar Musa alayhissalomga ergashganlik uchun o'ltirildi, turmaga solinadi. Demak, iymonning mana shunday badali bo'ladi. Bu yo'lda o'lganlar shahid bo'ladi. Shunga iymon yo'lida kelgan musibatlarga asla isyon qilishga bo'lmaydi. Bu bizning iymonimizning rost ekanligini isbotlaydigan bir sinoq. Lekin Bani Isroillarning ichidagi ba'zi bir aqlsiz kishilar Musa alayhissalomga malomat qilishga boshlaydi. Uzina min qabla an ta'tiyana va min ba'di ma ji'tana. Ey Musa, biz sana ergashgandan ilgirimi mushundaq zulmga uchragan. Seni Allohning payg'ambari deb sana iymon aytdik. Yana aziyatga uchradik. Texmi qattiq uchirdik. Qanday qilamiz deydi. Allohga ishondik, sabr qilaylik demi. Musa alayhissalomga iymon aytib bergandek, Musa alayhissalomga malomat qiladi. Xuddi bizning oramizdagi ba'zi bir aqlsiz kishilarimiz Allohga ishonib iymon aytib, ba'zi bir aziyatlarga uchursa, mushu molla bizni mushkun qo'ygan deb Bani Isroillarni Musa alayhissalomga malomat qilishga boshlaydi. Nima degan o'xshashlik? Musa alayhissalom ularga istainu billahi wasbiru. Allohga eslab, Allohning yordam tilanglar, sabr qilinglar, bardashlik biringlar. Innal arda lillahi yurituha man yasha'u min ibadi. Zimin Allohning, ziminga Alloh taolo o'zi xohlagan kishini hukmron qiladi. Sabr qilsanglar, wal aqibatu lil muttaqin. Oxirgi natija g'alaba chuqum Allohdan qo'rqib, bu imtihon o'tganlarga malomat qilmaganlarga bo'ladi deb buni tavsiya qiladi. Shuning uchun biz o'zining iymoni uchun badal turgan, turmularga ballari kirib ketgan, har xil qiyinchiliklarga uchraganlarga deymizki, sabr qilinglar. Oxirgi natija lil muttaqin, chuqum Allohdan qo'rqib, iymoni mustahkam turganlarga mansub. Hargizmi Bani Isroillarga o'xshash sizlarga haqiqat yo'lini ko'rsatgan kishilarga malomat qilmanglar. Alloh taolo bu jarayonda, ya'ni Musa alayhissalom Bani Isroillarni islomga chaqirayotgan, Allohga chaqirayotgan bu jarayonda Misrga turli baloy ofatlarni avatadi. Masalan, ocharchilik va har xil hasharat ofatlariga o'xshash turli ofatlarni avatadi. Fir'avn u ofatlarni bitirib qilishdan ojiz keladi. Lekin o'zining ojizligini his qilmaydi. Ham haddidan oshadi. Fir'avn oxiri xalq fikrini qo'lga keltirib bo'lgandan keyin uqtulu abna'allazina amanu ma'a wastahyu nisaa'ahum. Musa va Musaga iymon etgan barliq kishilarni o'ltiringlar, ayollarni qolib qo'yinglar. Ya'ni ayollarni malalik qilamiz, ammo ayollarning hammasini o'ltirib etinglar deb farmon tushirdi. Demak, Musa alayhissalom qo'ldan kelganning hammani qildi, hamda Allohning yordam beradigan vaqti kelgan edi. Bu vaqtda Musa alayhissalom Alloh taolaga Robbana innaka atayta fir'auna va mala'ahu zinatan va amwalan fil hayatid dunya. Ey Alloh, sen Fir'avnga dunyoning zinatlarini berding. Ey Alloh, ularni halok qilgin. Chunki ular ana shunday detlik azobni ko'rmaguncha iymon etmaydi ekan. Sen bergan mo'jizani ko'rgandan keyin iymon etmadi deb Allohga duo qildi. Bu vaqtda Alloh taolo Musa alayhissalomga vahiy qilib, ey Musa, an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Sen kechida uzangi ishongan kishilarni ergashtirib Misrdan chiqib Falastin taraf qarab mang deydi. Musa alayhissalom Allohning bu buyruqini topshirib olgandan keyin o'ziga ishongan Bani Isroillarni atrofiga to'playdi va kechida Alloh degandek Falastin taraf qarab yo'lga chiqadi. Ertasi tong atish bilan Fir'avn Musa alayhissalomning va uning ishongan kishilarning Misrdan qochqanlik xabarini anglaydi va darhol qo'shinni ularning keynidan qo'g'lashga buyruq qiladi va o'zi eng beshda Musa alayhissalom va uning ergashgan kishilarning keynidan qo'g'laydi. Fir'avn askarlariga inna haula ila shirzimatun qalilun.
Ular bir uçum kişiler. Ve innahum lana lagaizun. Ular bizning ochiqimizni keltirdi. Ya'ni ular bir uçum kishilar deb kichik ko'rsatdi, lekin ochiqimizni keltirdi deydi. Bir uçum kishi bo'lsa, ochiq kamisi bo'lmamdi. Demak, zolimlar doim u qahramonlarni, mujohidlarni, haqiqat yo'ldagilarni bir uçum kishilar deb oz ko'rsatdi va ularni ojiz ko'rsatdi. Ojiz bo'lsa, bir uçum bo'lsa, nima uchun ulardan qo'rqsa, nima uchun ularni o'zingga tahdid hisoblaysa, nima uchun ular chet elda bo'lsa-mu, birini qo'may yo'qotish uchun tirishsa, demak sen qo'rqsa. Mazlumlar oz bo'lsa-mu, zolimlarning uyqusini qochiradi. Shunda qilib Fir'avn askarlar bilan Musa alayhissalom va uning ergashgan kishilarni keyindan qo'g'laydi. Musa alayhissalom va uning ergashgan kishilar bo'lsa, Falastin taraf qarab menga Qizil dengizning yaniga kelib to'xtaydi. Oldida bo'lsa Qizil dengiz, keyinda bo'lsa Fir'avn va uning qo'shini qo'g'ilib kelayotgan edi. Bu vaqtda Musa alayhissalomga ishongan Bani Isroillar payg'ambar deb ishondik, nimdisi mangamiz demasdan keyinga qarab inna la mudrakun. Endi biz tutib qoldik. Endi biz tugashdik deydi. Bundaq ümidsizlikka petishga bo'lmaydi. Ammo Musa alayhissalom kalla, hargizunda emas. Biz tugashmadik. Chunki biz Allohning buyrug'i bilan bu yerga keldik. Oldimizda dengiz, ya'ni chiqish yo'li yo'q. Keyindan dushman qo'lab kelgan bo'lsa-mu, inna ma'iya robbi sayahdin. Robbim men bilan birga. Robbim meni hozir kurab turyapti. Menga bir chiqish yo'li beradi. Meni bir yo'lga boshlaydi deydi. Demek ana shunda oldimizda hech qanday bir chiqish yo'li ko'rilmagan vaqtda hargizmi Alloh taoladan umid uzmasligimiz, Alloh taolaga yomon gumon qilmasligimiz kerak. Ana shu vaqtda, ya'ni Musa alayhissalom Allohga bo'lgan ishonchini, umidini yo'qotmagan vaqtda Alloh taolo Musa alayhissalomga vahiy qilib, "Idrib bi'asakal bahr." Dengizga hasan bilan ur deydi. Musa alayhissalom has bilan dengizga shundoq bilan urdi, dengiz ikkiga ayrilib, dengizning o'rtasidan bir yo'l ishladi. Musa alayhissalom uningga ergashgan kishilar mush yo'ldan dengizni o'tish uchun mangadi. Ular o'tib dengizning u chetiga o'tib oladi. Fir'avn keyindan qo'g'lab kelib, dengizning ichiga kirgan hamon dengiz qo'shilib, Fir'avn va uning qo'shinining hammasi suvda g'arq bo'ladi. Fir'avn ana shunday dahshatli qiyinchilikda, sug'ib bo'layotgan vaqtda amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Isroil. Men Bani Isroillar ishongan Allohga endi ishondim. Uningdan boshqa iloh yo'q deydi. Lekin jon halqum kelgan vaqtda aytgan iymon qabul qilinmaydi. Bu sababdan Fir'avnning iymoni qabul qilinmay, kafir holda suvda g'arq bo'ladi. Alloh taolo Fir'avnga "Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya." Sen suvda dengizda g'arq bo'lgan bo'lsang-mu, sening jasadingni biz saqlab qolamiz. U dengizning ichidan saqlab qolamiz. Sendan keyin kelgan zolimlarga oyat, ibrat bo'lishi uchun deydi. Natijada Fir'avnning jasadi hali ham qadar Fransiyadagi muzeyxonada saqlanib kelmoqda. 1974-yili professor Morris Bokay boshchiligida 10 necha mutaxassis Fir'avnning jasadi ustida tadqiq olib boradi. Bu vaqtda Morris Bokay musulmon bo'lmagan edi. Morris Bokay uning jasadini tadqiq qilish jarayonida Fir'avnning qo'lininki suvning besimida sunganligi, shundaqla Fir'avnning suvda bo'g'ilib o'lganligini bayqaydi. Keyin Qur'on Karimda Fir'avnning suvda g'arq bo'lib o'lganligi, shundaqla Alloh taolaning Qur'on Karimda uning badanini saqlab qolganligidan iborat bu oyat o'qigandan keyin va undan boshqa nurg'unlagan tadqiqotlarni birlashtirib, Morris Bokay Qur'onning haqiqiy Alloh taolo tomonidan tushirilgan kitob ekanligiga ishonib musulmon bo'ladi. Shunda qilib Alloh taolo Musa alayhissalom va uning ishongan Bani Isroillarni u dahshatli zulmdan qutuldirib, erkin dunyoga elib chiqadi. Xuddi bizga o'xshash. Bir qancha yillar ilgari biz u zulm ostidan qutulishimizni xiyolimizga keltirolmaydik. Hatto necha yillab turmada yotgan, u zolimning qartizimligida bo'lgan, chet elga chiqishi sabab nuqtasi bilan aytgan vaqtimizda mumkin bo'lmaydigan kishilar bor edi. Ana shu kishilar va hammamiz har xil sabablar bilan, balkim Alloh taolo shu zolimlarning qalbiga o'yin o'ynashni selish orqali har xil mo'jizaviy yo'llar bilan bu erkin dunyoga chiqdi. Xuddi Bani Isroillarga o'xshash. Zulm ostidagi vaqtimizmi bir imtihon bo'lsa, erkin dunyoga chiqqandan keyinmi yana bir imtihon boshlandi. Hargizmi erkin dunyoga chiqqanligimiz, necha yil sabr qilganligimiz va yoki ba'zi kishilarning necha yil turmada yotganligining mukofoti emas. Jinimiz jasadimiz bilan bo'ldi ekan, imtihon texi bu dunyoda oxirlashmaydi. Ammo biz erkin dunyoga chiqqandan keyin xuddi imtihon oxirlashgandek, endi bu dinimiz uchun kurash qilmasakmi, badal to'lamasakmi bo'ldigandek o'zimizni qo'yib etib yashayapmiz. Bu ahvolimiz xuddi Bani Isroillarga o'xshaydi. Bani Isroillar ana shunday dadlik azobni tatib, Musa alayhissalom ularni Qizil dengizni yerib, ya'ni mo'jiza bilan erkin dunyoga chiqqandan keyin ularni bizga o'xshash isyonkorlik, gunohkorlik, Allohning ne'matini unutish maydoniga keladi. Chunki ularni bizga o'xshash endi erkin dunyoga chiqdik, nima desak bo'ladi, nima ish qilsak bo'ladi deb o'zini qo'yadi. Amaliyotda qattiqchilik imtihonidan yumshoqchilik imtihoni texmi og'ir bo'ladi. Zulm ostidagi imtihondan erkin dunyoning imtihoni texmi qattiq bo'ladi. Chunki inson erkin dunyoda yumshoq yerda bexudlashadi, Allohni unutadi. Shunga biz erkin dunyoda texmi diqqat qilishimiz kerak. Agar undaq bo'lmaganda bu imtihondan o'tamasak, oqibatimiz Bani Isroillarga o'xshash bo'ladi. Alloh taolo Bani Isroillarni Musa alayhissalom bilan birga qutuldirib, Fir'avnni g'arq qilgandan keyin Misrning
padişahı yo'q. Misrda bir muddat nihoyat cho'ng qalaymiqanchilik yuz beradi. Kishilar havas qilgan, cho'ng bilgan, Musa alayhisalomga ergashmagan boy Qarun bo'lsa, o'zining cho'ng saroyining ichiga bekinib, sirtlarga chiqmay yashaydi. U bu orqali o'zimni qalaymiqanchilikdan qutuldirman deb o'ylaydi. Lekin Alloh taolo uning oqibatining qanday bo'lgan ekanligini Qur'on Karimda bayon qilib, mundaq deydi. Fakhasafna bihi va bidarihi al-ard. Biz Qarunni u uyga bekinib olgan vaqtda uy bilan qo'shib yerga yutqizib etdi. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَ. Onun yardım beradigan hech kim bo'lmadi. Ya'ni atrofidagi kishilar, u cho'ng bilgan, ishongan Fir'avni uningga yordam bermadi. U Alloh buni g'arq bo'lib o'ldi. Uning bu dahshatli holatini ko'rgan, uning halok bo'lganini anglagan kishilar bo'lsa, "Va asbahallazina tamannaw makanahu bil ams." Tunugun tahi uning o'rnida bo'lishni arzu qilgan kishilar, ya'ni kashki Qarunga o'xshash boy olgan bo'lsa, oshining o'xshash cho'ng olgan bo'lsa, deb oshining havas qilgan kishilar yaquluna va ka'annalloh. Ular vay est, ko'rdinglarmi? Allohu yabsutur rizqa liman yasha. Alloh xohlagan odamga rizq beradi ekan. Hargizmi rizqni keng berganlik, Alloh uni yaxshi ko'rganligi, Alloh uni saqlaydiganligi, pulisi bo'lganligi uchun har xil balo ofatdan saqlanib qolganligini bildirmaydi ekan. Laula amannallohu alayna la khasafa bina. Alloh bizga rahmat qilmagan bo'lsa, ya'ni shu vaqtda biz havas qilgan, orzu qilgan ishlarimizni bizga qilib bergan bo'lsa, tilgan duolarimizni ijobat qilib sog'gan bo'lsa, bizni yer yutatdi ekan. Ya'ni Qarunga o'xshash bo'lgan bo'lsa, bizni yer yutatdi ekan. Biz xato havas qilib qopdik, xato odamni cho'ng bilib qopdik deb. Ana shu vaqtda yetdi. Demak, dunyoda Allohni tunimaydigan baylarga, futbolchilarga aslo va aslo havas qilmaydi. Havas qilish deganlik uning o'rnida bo'lishni arzu qilish deganlik. Uning oqibatining qanday bo'lganligini bilmaymiz. Haqiqiy no'chilik, haqiqiy cho'nglik mal dunyoda emas, nom shuhratda emas. Haqiqiy cho'nglik samimiy bo'lgan iymonda va oxiratimiz uchun qilib olgan yaxshiligimizda. Oxiratda o'lmaydigan hayotda cho'ng bo'la olsak, ana shu haqiqiy cho'nglik. Shuning uchun samimiy iymonlik, taqvodor kishilarga Alloh yo'lida xizmat qilgan, Alloh yo'lida jannat atagan mana mushundaq kishi şeylerge heves kılaylı. Ana şularını çoğun bileyli. Ballarımızı şularını çoğun bildireyli. Baylarını, futbolcularını emez. Ana şu mücahitlerini, alimlerini, özünün hayatını, ahiret hayatı için atıya algan, ahiret hayatını maksat mağlagan kişilerini çoğun bildireyli. Ondak bulmağa vakitte biz mi vey ki ennallah, vay est dişimiz mümkün. Ballarımızga mal dünyanın bir vasıta ihkellik ki, imtihan ihkellik ki, onu yaxşıcayı işletse, ahiret hayatı için işletse, onun bir yaxşılık ihkellik ki, ondak bulmağanda. Yani maksat pul tepişlen bolsa, muşu dünyada yaşaşlan bolsa, onun bir musibet ve bir palaket ve bir azap ihkellikini tuntaylı. Bu degellik terk dünya olup, mal dünyadan yirak yaşaylı degellik emez. Mal dünya buluş gerek. O bir kural, o nişan emez. Perzentlerimizge onu muşundak şekilde tuntaylı. Beni İsrail'ler zulümden kutulup erkin dünyaya çıkkandan keyin Musa aleyhisselam'ın yeteklişide Palestin taraf kurat mağadı. Ula erkin dünyaya çıkkandan keyin özüne ait erkin his kılıp nem desek buluduğun, nem şıkılsak buluduğun okşaydı dep oylap kılıp Musa aleyhisselam'a ait eğri bir sözlerini kıladı. Xuddi bugün günümüzde biz dinimiz hakkında eğri sözlerini kılgandak, ahiret hakkında, ölüm hakkında, cennet hakkında eğri sözlerini kılgandak, ulamı ana şundak eğri sözlerini kıladı. Beni İsrailler'in erkin dünyaya çıkkandan keyinki ahvalı bilen tepsili tunuşmakçı bolsanlar ve ulanın hayatını ibret, ders elip, ulağa okşaş boğması için tirişini xalısanlar, diqqatinle kiler gidersiniz de olsun.